Paketlar nima uchun tushunchamizni o'zgartirolmaydi? James Clear New York vaqt gazetining eng bozorliq kitob tizimligida birinchi o'rinda turgan Atomic Habits degan kitobning avtori. Bu kitob 50 necha xil tilga tarjima qilinib, dunyo miqyosida 9 million parchadan ortiq sotilgan. Iqtisodshunos James Clear Galbraith mundaq degan edi: tushunchani o'zgartirish bilan undaq qilishning zaruriyati yo'qligini isbotlash o'ttirsidagi tanlashga duch kelganda, hamma odam degudek tushunchisini o'zgartirishning o'rniga undaq qilishning zaruriyati yo'qligini isbotlash qoldiraydi. Lev Tolstoyning bu vaqtdagi so'zlari texmi dadil. Kishi har qancha dod bo'lgan taqdirdimi, u aslida shu vaqtda biror ideya shakllantira olmaganli bo'lsa, eng qiyin teminimi uninga tushuntirgil bo'ldi. Ammo kishi har qancha aqlliq bo'lgan taqdirdimi, shu ishni shak-shubhadan xoli holda to'liq bildiganligiga jazm qilsa, ya'ni muqim ideya shakllantirib bo'lgan bo'lsa, eng oddiy ishnimi uninga tushuntirgil bo'lmaydi. Chatoq zodinada nima uchun paketlar bizning tushunchamizni o'zgartirolmaydi? Nima uchun kishi xato yoki noto'g'ri fikrlarga ishinib ketaverdi? Bu qilmishlar biz uchun nimadan derak berdi? Xato tushunchalarning mantiqisi. İnsaniyat mavjudlik uchun dunyoni ravris to'g'ri ravishda tanishga muhtoj. Agar sizning reallikqa bo'lgan tanishingiz real dunyodan bakli farqli bo'lsa, undaqda har kun unumli ishlarni qilishda qiynalmay qolmaysiz. Halbuki insonning tushunchasi uchun muhim bo'lgani nuqul holda haqiqat va to'g'riliklar emas, insonlarda yana tavallik tuyg'usiga bo'lgan kuchli intilishmi bor. Halbuki insonning tushunchasi muhim bo'lgani nuqul holda haqiqat va to'g'riliklar emas, insonlarda yana tavallik tuyg'usiga bo'lgan kuchli intilishmi bor. Men Atomic Habits degan kitobimda shundaq deb yozgan edim. İnsanlar to'plashib yashaydigan jonliqlardir. Biz boshqalar bilan kelishib, aralashib yashashni, tangtushlarimizning hurmatiga va e'tirofiga erishishni o'ylaymiz. Bu xil moyillik bizning mavjudligimiz uchun favqulodda muhim. Chunki ajdodlarimiz o'tmishdagi ko'pincha davrda qabila altida yashab kelgan bo'lib, bir kishining qabilasidan ayrilib qolishi, texim qo'rqinchli qo'g'lab chiqarilishi uning uchun o'limga barobar edi. Bir ishning haqiqatini bilish to'limi muhim. Lekin ma'lum bir qabilaga tava bo'lib turishmi insonlarning nazarida o'xshashli muhim. Garchi haqiqatni tepish bilan o'zi tava to'pdan ayrilib qolmaslikdan iborat bu ikki xil istak ko'pincha vaqtlarda bir-biriga moslashadigan bo'lsa-mu, ammo ular gohida to'qinishib qoladi. Nurg'un ahvollarda ijtimoiy bog'lanishning vazni sizning kundalik turmushingizda ma'lum bir paket yoki ideya to'g'risidagi haqiqatni bilishga qaraganda texim eg'ir bo'ladi. Harvard Universitetining psixologi Steven Pinker bu haqda mundaq deydi: kishilar o'z fikriga, tushunchasiga, tutumiga asosan boshqalar tomonidan qabul qilindi yoki chetga qiladi. Shunga aqlning funksiyalaridan biri tushuncha sohibiga haqiqat bo'lish ehtimolligi eng yuqori bo'lgan tushunchani emas, balki uni eng ko'p haqam soya, qo'g'dug'ichi yoki agashkuchiga ega qiladigan tushunchani qabul qilg'izish bo'lishi mumkin. Biz bir narsalarga ishonishda har vaqt uning to'g'ri xatoligini o'lcham qilmay qolamiz. Gohida ba'zi ishlar bizni o'zimiz cho'ng ko'radigan kishilarga yaxshi ko'rsatadiganlik uchun biz uningga ishonishni tanlaymiz. Mensch Kevin Simler tuvandagi so'zda bu nuqtani yaxshi yo'ritib bergan. Agar menga ma'lum bir xil tushunchani qabul qilsam mukofotlanaman deb qarasa, xushallik ilgari shunday qiladi va mukofotning mayli u yaxshi qarordan yaxshi natijaning vujudga chiqishidek pragmatik yoki tangtushlarining texim yaxshi muomalasiga noil bo'lishdek ijtimoiy va yoki bu ikkisining birikmasi bo'lsin, qayerdan kelganligi bilan hisoblashib o'ltirmaydi. Xato tushuncha paket nuqtasidan aytganda foydali bo'lmasa-mu, ijtimoiylik jihatda qarg'a kelishi mumkin. Bu xil tutumni aniq ifodalaydigan ibora bo'lmaganligi uchun biz uni paket nuqtasidan xato, ijtimoiy jihatda to'g'ri deb atasak bo'ladi. Bu ikkisidan birini tanlashga to'g'ri kelganda, kishilar haqiqatni emas, do'st yaranlari va oilasini tanlaydi. Ya'ni haq tarafda turmasdan o'zi yaxshi ko'radiganlar tarafda turadi. Halbuki jamiyatning sog'lom taraqqiyotini nazarda tutganda, haqqa ko'z yumadigan bu xil tarafbozlik intayin salbiy oqibatlarni olib keldi.
Şoňa kişi yalğız qilish xavfiga duch kelgan taqdirdami har zaman özüni haq tarafda turishga ündiş kerak. Bu xil tunuş ma'lum bir ziyofatda ota-onamiz ko'nglimizga yoqmaydigan, ammo to'g'ri bo'lgan gaplarni qilganda bizning nimishqa zuvan surmay o'ltirib oldiganligimizni yoki boshqa yoqqa qarab oldiganligimizni tushuntirib qolmasdan, boshqalarning tushunchisini o'zgartirishning texim yaxshi usulini ko'rsatib berdi. İdeyalarimizni pokit emas, do'stlik o'zgartirdi. Başqalarning ideyasini o'zgartirishga qoyil qilish, amaliyotda ularni qabilasidan yuz o'rishga qoyil qilish jarayonidir. Agar ular asrga tushunchisidan, e'tiqodidan, tutumidan voz kechsa, ijtimoiy to'rni yo'qotish xavfiga duch keldi. Agar siz birovni o'zi tava topdan judo qilsangiz, uning tushunchisini o'zgartishidan umid kutgil bo'lmaydi. Shunga siz cho'qim ularga shuning o'rnini bosadigan yangi bir tavallik berishingiz kerak. Agar ideyani o'zgartirish tanholik bilan natijalanadigan bo'lsa, mutlaq ko'p qism kishilar dunyo qarashini o'zgartirishni xohlamaydi. Boshqalarning ideyasini o'zgartirish uchun ular bilan do'st bo'lishingiz, ularni o'z qabilangizga qo'shib olishingiz lozim. Shundaq bo'lganda, ular ijtimoiy yetimsirash tashvishidan xoli holda ideyasini o'zgartira oladi. Chunki gohida qabilavozlik va dushmanlikka sabab bo'ldig'ini farq emas, balki orliq bo'lishi mumkin. Orliq yaqinlashgan sari tushunchimi cho'nqirlashidi. Bu haqda Abraham Lincolnning muni so'zi doim yodimga keldi. Men uni yoqtirmayman, shuning uchun uni texim yaxshi tushunishim lozim. Ideyalarimizni pokit emas, do'stlik o'zgartirdi.